Bu akimiz 63 yaş öz Aqsu'dan şu yurakning cho'ng klapandan chataq chiqib, shu cho'ng klapanni almashtiryapti. Hamda operatsiyadan burun bu akimiz shunda ansirgan. Lekin operatsiyam shunda yaxshi bo'ldi. Operatsiyadan keyin asliklashim shunda yaxshi. Masalan, so'raydiganlar 181 998 34 mushtumdan darqati masalan so'rasang oldi. Bu akimizning operatsiyadan keyin asliklash davolash jarayonini chiqarib qo'ydim. Ko'rib baqsang bo'ldi. Operatsiyadan burun ansirgandan albatta ansirgan qilsangiz bo'ldi, nima? Hamda o'zingiz ko'rdingiz, miyadagi yurakning klapandan operatsiya qilgan kishida jiq bor. Sizning 63 yoshlarda yosh cho'ng deyilmaydi buni. Nima? Sizning operatsiya bor. Vaqt kontroli qildi va vaqt kontroldan bosh javoycha va yurakning operatsiyasiga qildi. Raus usta jo'njiyapti. Va operatsiyadan keyin asliklash test aniga sizningki yurakdan chiqqan cho'ng klapandan almashtiryapti. Avvalda shunday yaxshi aniga yurakdan chiqqan tomo cho'ng qoldi deb qo'yasizmi? Hamda atomda hozircha almashtirsak bo'ldi. Qadringizni yaxshi kontrol qilib, yig'iliqingizni yaxshi kontrol qilsangiz, keyin balki kirbo'g'ich masala chiqmasligi mumkin. Aytib masala chiqarmaydi, masalan, buni almashtirsak operatsiyada xatarmi cho'ng'ildi. To'g'rimi? O'zingizning asliklashingizga ta'sir qildi. Endi xatar chiqmagan narsani keyin xatar chiqmalarni deb qo'yib, operatsiya qilsak tez yaxshi bo'lmaydi. Tomoni qon bosimini yaxshi kontrol qilib, yig'iliqingizni kontrol qilib, yig'ilish qilmay qilsangiz, shu holatni saqlab qolsin bo'ladi. Nima?